Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun biz navbatdagi obyektimizga yetib keldik. Apparatlarimiz joylab, yurgizib oldik. Xudo xolasa bugun obyektimizni mana akamizni steshkalarini ko'rishlari mumkin. Zastikani bizga 10 sm ga tayyor qilib, tekis qilib, tekislab bo'lib chaqiribdi. Xudo xolasa bu obyektni bir kunda ishi. Qadrdonlar, mana pena-beton quyilayotgan joyi. Bu xonada quyilib, üstü tekizlangan xona. Bu xonamiz ham mana üstü tekiz bo'lgan xona. Zastikka 10 sm ga qo'yildi. Bu quyi bo'linib, üstü endi tekizlanayotgan joylari mana. Mana ustagamiz tekiz qilib tekizlab beryapti. Bu yerga mana bunday qilib quyiladi. Maytda bo'lsa mana loy tayyorlanyapti. Mashinamizda qum bor. Sementlar mana. Cho'tki sementlar. Hamma yo'g'ida cho'tki qilib xudo xolasa bitiryapmiz. Shu joy qoldi. Mana shu joyda quyib olsak, bugungi ishimiz tugadi. Shunday pena-beton bo'yicha qanday ma'lumot kerak bo'lsa, shu nomerga aloqa chiqishlari mumkin, pastdagi nomerlarga.